Shu modelga qiziqishdi aka. Crossover bo'ladi aka, 1.5 turbina motor, 180 ot kuchi bo'ladi aka avtomobilda. Bu salonlari. Klimat kontrollari bor aka. Kruz nazorati ham bor aka. Belgilangan tezlik bo'yicha yuradi. Galosa upravleniyalari bor. Sizyanglar oldilari isiydi. Orqalarida deflektorlari bor, konditsionerda havolar bemalol orqagacha boradi. USB portlari ham bor aka. Bu birinchi komplektatsiyasi aka. 299.900. Avtomobil benzinda ham yuradi, propansiz ham bo'laveradi. Bagajlar aka. Bunaki hamma setidan bor, oqdan ham, qoradan ham, mokriydan ham, bardovisidan ham bor.